Talabalar matematika va tabiiy fanlarni o'rganishda yo'l qo'yadigan asosiy xatolardan biri suzishni o'rganmay turib suvga sakrashdir. Boshqacha aytganda, ular darslikni o'qish, ma'ruzalarga qatnashish, onlayn darslarni tomosha qilish yoki tushunadigan odam bilan maslahatlashish o'rniga darhol masala ishlashga tushib ketishadi. Bu muvaffaqiyatsizlik formulasidir. Bu xuddi yechim asrida qayerda ekanini bilmay turib, diqqat rejimida sharchani har tarafga otib ko'rishga o'xshaydi. Haqiqiy yechimni qanday topish mumkinligini tushunish nafaqat matematika va tabiiy fanlarda masalalarni yechish, balki real hayotda ham muhimdir. Misol uchun, biroz izlanish, o'zingizga e'tiborli bo'lish va hatto o'z ustingizda tajriba o'tkazib ko'rish ham soxta ilmiy asosga ega mahsulotlar ortidan quvib, pulimiz va salomatligimizdan ajralib qolishimizning oldini oladi. Matematikadan biroz xabardor bo'lish esa uy kreditini to'lay olmaslik singari hayotingizga o'ta salbiy ta'sir ko'rsatuvchi holatlardan nari bo'lishga yordam beradi.